Mana qadrdonlar qaynatamiz mana uyda yotibdilar. Xudo xolasa endi qaynata qachon endi yonbosh tortavermayman bilan qo'rqmang. Mana yonbosh tortaman. Qachon endi xudo xolasa qaynata? Nima bu? Efirga ko'rinasiz deyapti odamlar. Qaynata ko'rinmayapti. Qachon efir qilamiz? Sal o'zimga kelib olay. Sal assalomu alaykum aziz muxlislar. Hamma sog' salomatmisizlar? Sal mana ozgina operatsiya bo'lib mazam bo'lmay qoldi. Hozircha uyda yotibman. Endi sal o'zgarish bor. Sal yaxshi tomonga o'zgaryapman. Mana o'g'il qilib, yonda allaytib uxlatib, buni Ranglaringiz oqarib ketdi qaynatami. oqibatda quyoshga chiqmagan ekan, kun ko'rmagan ekan. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Hamisha sog' salomat bo'linglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Ko'pchilik aytadi bu ajrashib ketlaymiz. Zaksdan o'tganmiz yo'q hali. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sal bir joylar og'risa oldini olinglar. Mana men oldini olmasdan oxir yiqilgandan keyin borib yuribman. G'ulg'ul qilyapti. Akalar biz mana shu qaynatamiz bilan mana nechinchi yil? 21-yildan beri. Akalar 3 yildan beri birgamiz. Endi 4 yil bo'lyapti xudo xolasa. reklamalar bo'lsa, ekran turgan nomerga aloqaga chiqaversa, leboy payt. Salomat bo'linglar. Hamisha sog' salomat bo'linglar, omadinglar bersin, charchamay yuringlar ish qilib.